sahnalashtirish faoliyatini tashkil qilish shakllari. Ikkinchi rejamiz ta'lim tashkilotida sahnalashtirish faoliyatini tashkil qilishda tarbiyachining o'rni. Sahnaga qo'yish faoliyati jarayonida bolalarda ijodiy faollikni shakllantirish. Bugun 3 ta reja asosida gaplashamiz. Mavzuga kirishdan oldin o'tgan darsni bir takrorlab olamiz. Demak, o'tgan darsdagi mavzuyimiz o'tgan darsda biz sahnalashtirishning tamoyillari haqida ma'lumot mavzuni o'tgandik. Yaxshi. Demak, sahnalashtirish tamoyillari nechtaydi? Hammamizlar nechtaydi? Gulnoza? 10 ta tamoyillari bor edi. Sahnalashtirish tamoyillari 10 ta. Birinchisi Badiiy yaxlitlik birinchisi. ikkinchisi Obrazlik. yaxshi, uchinchisi sarfni sensiz Dramatik mantiqiy va kompleksik. yaxshi, keyingisi Vositalarning uyg'unlik vositalarishi. yaxshi, Erkinlik tamoyili. yaxshi, yettinchisi Tomoshabinlarga muloqot. 8 Gulnoza Estetik ifoda va tasvirlar. yaxshi, 9-inchisi Texnologiyalarni qo'llash. yaxshi va oxirgisi Jamoaviy yaxshi. Demak, o'tgan darsda shu tamoyil asosida birinchi reja asosida maktabgacha ta'lim tashkilotida sahnalashtirish faoliyatini tashkil qilish shakllari. Maktabgacha ta'lim tashkilotida sahnalashtirish faoliyatini tashkil qilishdan maqsad bu maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodiy aktyorlik holat edi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi yosh guruhlari nechtaydi? Asosiy yosh guruhlari 4 ta. Kichik guruh, o'rta guruh, katta guruh, tayyorgarlik guruhi. Demak, o'sha 4 ta guruhda ham biz bolalarning yoshidan uning ruhiy holatini kelib chiqib, sahnalashtirish faoliyatini tashkil qilishimiz mumkin ekan. Va buning uchun bizga qanday sharoitlar yaratilgan? Sahnalashtirish faoliyat markazlari tashkil qilingan. Faoliyat markazlarimiz 5 ta edi va biz sahnalashtirish faoliyatini qaysi faoliyat markazida olib boramiz? Syujetli rolli o'yinlar va dramalashtirish markazida biz bolalar bilan o'sha sahnalashtirish faoliyatini olib borar ekanmiz. Va o'sha faoliyat markazi bolaning ijodiy va ijodkorlik, aktyorlik qobiliyatlarini bizga yuzaga chiqarishga yordam beradigan faoliyat markazi hisoblanadi. Sahnalashtirish faoliyati bosqichlari bir nechta bosqichni o'z ichiga oladi. Uchinchisi repetitsiya, namoyish kabi jarayonlarni o'z ichiga oladi. Demak, tanlov biz eng birinchi navbatda biz nima tayyorlab olamiz? Ssenariy tayyorlab olamiz. Va rollarni biz bolalarga taqsimlaymiz. Shundan so'ng repetitsiya jarayonini boshlaymiz. Repetitsiya kimlardan amalga oshiriladi? Bolalar, ya'ni kichik aktyorlar bilan amalga oshiriladi. Repetitsiya jarayonidan so'ng biz namoyishga yetib kelamiz. Namoyishda bolalar sahnaga o'z faoliyatlarini ko'rsatib beradi va uni tomoshabinlar, ya'ni kimlar? Ota-onalar, yurtdoshlar, tarbiyachilar demak tomosha qilishlari mumkin. Va eng so'ngida biz tahlil qilamiz. Faoliyatni bir qancha vazifalarni o'z ichiga oladi. Birinchisi bu tashkiliy vazifalar. Tashkiliy vazifalar haqida biz hozirgina aytib o'tdik. Ya'ni o'sha mavzuni tanlash, repetitsiya, namoyish, tahlil bu tashkiliy qism hisoblanadi. Va ikkinchisi ijodiy yo'naltiruvchi rol. Ya'ni biz rolni bolaning ijodkorligiga, uning ruhiy holatiga qarab rollarni berishimiz va shu rolni bajarishi uchun, chiroyli chiqarib berish uchun biz bolaga yo'nalish berishimiz lozim ekan. Keyingisi nutq va ustida ishlash. Ya'ni buning uchun eng avvalo tarbiyachining o'zi harakatda bo'lishi kerak. Ya'ni bola rollarni chiroyli qilib yetkazib berish uchun uning nutqiy faolligini ta'minlovchi shaxs bu uning rejissyori, ya'ni tarbiyachiga bog'liq ekan. 4-inchisi psixologik qo'llab-quvvatlovchi rol. Ya'ni biz bolani ruhan qo'llab-quvvatlashimiz uchun uni rag'batlantirib borishimiz lozim. Bundan tashqari ijobiy muhitni yaratadi kim? Tarbiyachi. Emotsional tayyorgarlikni
tarbiyachi amalga oshiradi. Ya'ni emotsional degani bolani Qo'rquvni yengish uchun yo'nalishni tarbiyachi yoritib, yo'lama berib boradi. Qo'yish 6-si tahlil va baholash. Aloqa va hamkorlikni yo'lga qo'yish biz yuqori darslarda ham aytib o'tgan edik. Sahnalashtirish faoliyatida hamkorlikni biz ota-onalar, psixolog, musiqa hamda tashkilot rahbari bilan birgalikda direktor